Demak, Soliq kodeksini sharhlashda davom etamiz. Bugun Soliq kodeksini 3-moddasiga sharh berib o'taman. Ya'ni 3-modda normativ huquqiy hujjatlar yoki ularning qismlarini ushbu kodeks qoidalariga muvofiq emas deb topilishi. Ya'ni quyidagi 5 ta shartlardan kamida bittasi ham bajarilsa, normativ huquqiy hujjat yoki ularning bir qismi ushbu kodeksga muvofiq emas deb topiladi. Ya'ni bu yerda nima deyilyapti? Soliq kodeksiga muvofiq bunday hujjatlar qabul qilinish huquqiga ega bo'lmagan organ tomonidan qabul qilingan bo'lsa, yoxud normativ huquqiy hujjat qabul qilinishi belgilangan tartibi buzilgan holda qabul qilingan bo'lsa, bu bo'yicha bitta real case bor. Ya'ni shu yangi soliq kodeksi qabul qilingan vaqtda soliq tekshiruvlarini amalga oshirish tartibi soliq qo'mitasi tomonidan belgilanadi degan norma ketgan edi soliq kodeksida. Lekin soliq qo'mitasining qarori emas, Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan tekshirishlar o'tkazish tartibi bo'yicha va soliq organlari o'sha Vazirlar Mahkamasiga qaroriga asoslanib tekshirishlar amalga oshira boshlagan. Lekin tadbirkorlar, soliq to'lovchilar ushbu harakatdan norozi bo'lib, sudlarga murojaat qilib, sudlarda yutgan. Ya'ni nimaga? Soliq kodeksida tekshirishlar o'tkazish tartibi aynan o'tkazish tartibi kim tomonidan belgilangan, kim tomonidan tasdiqlanishi belgilab o'tilgan. Ya'ni soliq qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan tartibda tekshirish o'tkaziladi deyilgan. Lekin amalda soliq qo'mitasining qarori emas, Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan. Ya'ni bu xuddi shu narsani endi bunday olib qaraganda soliq qo'mitasidan yuqori turuvchi organ Vazirlar Mahkamasi. Lekin soliq kodeksida aniq yozib qo'yilganligi, tekshirish o'tkazish tartibi kim tomonidan qabul qilinishi aniq belgilanganligi sababli sudlar soliq to'lovchilar foydasiga qaror qabul qilib, o'tkazilgan tekshirishlarni bekor qilib yuborgan. Ya'ni shu yerda 3-modda ishlagan. Bundan tashqari, soliq munosabatlari subyektlarining ushbu kodeksda nazarda tutilgan huquqlarini bekor qilsa yoki cheklasa, shu yerda e'tibor berish kerak. Soliq munosabatlari subyektlari deyilyapti. Faqat soliq to'lovchilarning huquqlarini bekor qilsa yoki cheklasa demayapti. Soliq kodeksining 19-moddasida soliq munosabatlarining subyektlari sifatida soliq to'lovchilar, soliq agentlari va vakolatli organlar soliq munosabati subyekti deb belgilangan. Ya'ni bu qoida faqat soliq to'lovchilar uchun emas, soliq organlari tomonidan soliq organlarining huquqlarini cheklasa yoki bekor qilsa ham ushbu normativ hujjat kodeksga muvofiq emas deb topilishi belgilanib qo'yilyapti. Yana keyingi sharti soliq munosabatlari subyektlari harakatlarining ushbu kodeksda belgilangan asoslarini, shartlarini ketma-ketligini yoki tartibini o'zgartirsa, ya'ni 4-shart ushbu kodeksda taqiqlangan harakatga ruxsat bersa yoki yo'l qo'ysa va 5-si ushbu kodeks normalari va qoidalarining mazmunini boshqacha tarzda zid bo'ladigan bo'lsa, o'sha qabul qilingan normativ huquqiy hujjat yoki uning bir qismi soliq kodeksiga muvofiq emas deb topiladi deyilyapti. Va bu yerda e'tibor berish kerak. Bu avtomatik soliq kodeksiga muvofiq emas deb topiladi, avtomatik bekor bo'ladi deyilayotgani yo'q. Bu yerda nima bo'ladi agar shunaqa soliq kodeksiga zid normativ hujjat qabul qilingan bo'lsa, mabodo nima bo'ladi? Bu yerda ushbu kodeksga muvofiq bo'lmagan normativ huquqiy hujjat qabul qilgan organ yoki uning yuqori turuvchi organi bu hujjatni bekor qilishga yoki unga zarur o'zgartirish kiritishga haqli. Ya'ni birinchi navbatda uni qabul qilgan organ yoki uni yuqori turuvchi organi hujjatni bekor qiladi yoki unga o'zgartirish kiritadi. Agar bu organlar ushbu kodeksga muvofiq bo'lmagan normativ huquqiy hujjatni bekor qilishni yoki unga zarur o'zgartirish kiritishni rad qiladigan bo'lsa, u sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin deyiladi.
Ya'ni avtomatik bekor qilinadi demayapti, sud tomonidan bekor qilinadi deyilyapti. Va agar sud tomonidan bekor qilinadigan bo'lsa, normativ huquq hujjat, ya'ni uning bir qismi ular qabul qilingan sanadan e'tiboran ushbu kodeksga muvofiq emas deb topiladi. Ya'ni sud qarori chiqqandagi paytdagi dan keyingi munosabatlar emas, qaror chiqqan paytdan boshlab kodeksga muvofiq emas deb topiladi. Endi bir ikkita misollarda ko'ramiz. Masalan, Soliq kodeksining 26-moddasida soliq organlariga belgilangan tartibda soliq tekshiruvlari va boshqa soliq nazorati tadbirlarini o'tkazish huquqi berilgan. Tasavvur qilaylik, hukumat qarori bilan tadbirkorlik subyektlariga tekshirish o'tkazish bo'yicha moratoriy e'lon qilindi. Ya'ni mana bu yerda aytganimiz soliq munosabatlari subyektlarini huquqlarini bekor qilsa yoki cheklasa, soliq organi ham soliq huquqiy munosabatlari subyekt hisoblanadi va bu yerda shartli ravishda uni hukumat qarori bilan bu huquqlarni cheklayapti. Bunday holda nima bo'ladi? Soliq organi qanday harakat qilish kerak? Savol. Bir tomondan olib qaraganda soliq qo'mitasi hukumat tarkibiga kiradi va Vazirlar Mahkamasi uni yuqori turuvchi organi bo'ladigan bo'lsa, u hukumat qarorlariga bo'ysunishga majbur. Lekin ikkinchi tomondan soliq kodeksini 3-moddasi bo'yicha bu huquqlarni cheklayapti. Ya'ni soliq kodeksiga muvofiq emas bu norma. Bunaqa holatlarda soliq organlari qanday harakat qilish kerak? Javoblaringlarni izohda kutaman. Va yana ikkinchi maziyat, masalan, soliq kodeksining 21-moddasida soliq to'lovchisiga soliq solish obyektini hisobga olishda, soliqlarni hisoblab chiqish va to'lashda o'zlari yo'l qo'ygan xatolarni mustaqil ravishda tuzatish huquqi berilgan. Endi tasavvur qilaylik, hukumat qarori bilan soliq to'lovchilaridan qayta hisobot topshirish taqiqlab qo'yildi. Bunday holatda soliq to'lovchi qanday harakat qilish kerak? Bularni ham javoblarini izohlarda kutaman. Endi shu yo'nalish bo'yicha soliq to'lovchining huquqlari cheklanadigan holat bo'yicha izohlaydigan bo'lsak, bu yerda soliq to'lovchining kodeksda belgilangan huquqlari cheklanyapti va bu soliq kodeksiga muvofiq emas. Birinchi soliq to'lovchi qayta hisobot topshirib, uni yuboradi. Agar soliq organi hukumat qarorini asos qilib qayta hisobot topshirish mumkin emasligini izohlab javob beradigan bo'lsa, o'sha hukumat qarorini bekor qilish bo'yicha sudga murojaat qilishga haqli bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerda mana ko'ryapmiz, agar normativ huquq hujjatni qabul qilgan organ buni bekor qilishni xohlamasa, bekor qilishni rad qilsa, u sud tomonidan haqiqiy emas deb topiladi. Va shuning uchun soliq to'lovchi soliq kodeksida belgilangan huquqlarni cheklab qo'ygan normativ huquq hujjatni haqiqiy emas deb topish bo'yicha sudga murojaat qilishi mumkin bo'ladi.